Bobur shahri bugun o'zgacha qiyofa kasb etgan. Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lash shiori ostida bugun Bobur shahri adirliklarida Navro'z sayllari tashkil etilgan. Milliy urf-odatlarimizni o'zida mujassam etgan Navro'z guvohi bo'lib turganingizdek bu joyda ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Aholini, umuman yurtdoshlarimizni kayfiyati bayramona. Har bir nuqtada o'ziga xos atmosfera yaratilganligini ko'rishingiz mumkin. Barcha andijonliklarni va Andijonga tashrif buyurgan mehmonlarimizni ushbu saylga chorlab qolamiz. Aytish kerakki, Navro'z o'zining milliyligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bobur shahridagi xalq sayli chin ma'noda qadriyatlarimizni o'zida mujassam etganligi tashrif buyurayotgan yurtdoshlarimiz so'zlarida, ularning dil izhorlarida aks etmoqda. Hozir men oldimda Andijon shahridagi 3-son texnikum direktori hamda Andijon shahridagi tibbiyot texnikumi direktorlari ham Navro'z sayliga tashrif buyurganini ko'rib qoldik va ulardan bayram tilaklarini olamiz. Mana bugun har yilgidan ko'ra boshqacha bo'lyapti. Navro'z bayrami, Hayit bayramiga to'g'ri keldi. İnsanlarda kayfiyati, shukuh umuman boshqacha. Bu yilgi bezatishlar, bayramona kutishlar, hammasi bu yil o'zgacharoq bo'lyapti. Mana o'zlarining ham milliy do'ppilarda. Albatta, milliyligimiz, qadriyatlarimizni targ'ib qilgan holatda mana bugun o'zimiz ham do'ppilarda, milliy kiyimlarda chiqdik. Barcha andijonlik hamyurtlarimizni ushbu Navro'z bayramiga kelib, tashrif buyurib, ko'rib ketishini tilakdoshiman.